چون میدونی تموم دست باتو تندی تموم راو بایدو دیگه صبح تموم ده احمد سولمش تیتون دشکنیتون وارد احمد به تیتون بچه تنگ گرفت این تنگی تنم از الگاب نی دشکنیتون سیم طبق این گمی زور پولونا کی باشد خطی نظر سیم طبق یک سر که پیوله پرتو ما جلی او پیوله بیون خطی نظر تیم نگای نگرفتن دون ملدیش Tabriye kardeşim var. Davrabat Çorum tabak. Kaysada zorsun. Parti. Sen iki oyun. Üçüncü tabak oluşasan mı? İki oyun kirişi götürürsen ki. Mart. Şoför kondan. Doğut bolon talep kılıp çıktı. 4. tabakta. Tez formada bölüp ki iki oyunga. Dörtüncü tabağını ko'targan polvon davraga kelgan xalatini kiyib keltirib Ahmadning sarkasini berdimi? Kimara bolayız, davranı var da zikaki. Kimara bolayız şey. Dörtüncü tabak. Kendinle davranın. Ha palonlar nimaga davra sotib qoldi? Hurmatli o'rtoqlar, bizni shogird janimiz Ozod polvon bobosining xotirasiga 400 ming so'm bitta qarsak bo'lsin Ozod polvonga. Xo'sh, Toshkentda yuribdi u. Rahmat Ozodjon senga. Qaysi tavaqa olishadi? Marhamat. Bir kishi yerdan chiqib ketmasin. Har kim o'z joyiga turibdi. To'da bo'lib o'tirma beradi. Jalil.
tavaqqa da'vogar Dekdamondan oting nima? Firoz polvon meni qo'shimga kelsanda. Buni nima qilasan? Nimani yozibdi bu? 4-nimi? Borib yozdir hay. Bularchi? Birinchi, ikkinchi tovoq. Uchta tovoq. Akmal. Hey, demak sen birinchi tovoqni davraga tashladingmi? Kim ko'tardi birinchi tovoqni? Hay. Hurmatli kurash ishqibozlari, davrada o'tirgan barcha otaxonlar, 29-mart kuni Murodi qishlog'ining katta bir stadioniga katta kurash bo'layotgan. Qarsak bo'lsin Murodining tadbirkor yigitlarimizga. Tomosha zar bo'ladi, xudo xolasa. Ertaga Buxoro kolxoz 29ga Navoiy kolxoz yana. Akmal. Akmal injektab yo polvonoya. O senga polvon talabgor yo'q. Bitta sovrin ber shu qizimga. Komil javob bering shu qizchamga. Ertalabdan buyon aylanadi bu polvonga talab. Halol. 200% halol. Kimga navbatda? Halol. Namoz halol bu. Halol. Polvonni sovrinni ber. Mirjalolning xotirasiga qo'ygan 300 ming tashar. Baba, polvon olmading demaysan? Samolyot minib ketdi, obsan minimi? Yaxshi sovrin bering. Komil Choriyev. Bo'ldi. Hurmatli mehmonlar, tavoq qo'yilgan edi. Tavoq. Birinchi tovoqni Murodidan Mehroj polvon ko'tardi. Unga talabgor Doston Yangi Bozor, Feroz Dekdavon. Uchinchi tovoq. Tavoq ko'tardi Sanjar Katidan. Unga talabgor Feroz Dekdavon, Zavqiddin Yangi Bozor. Marhamat formada bilib kelganlar. Ana shu polvonlar uchun bir qarsakam bo'lsin. Chiroyli tomosha ko'rsatadi. Qurugavoy payti. Polvonlar eshitmadim demang. Qurugavoy payti belbog'. Finalga belbog' yo'q. Necha bo'lsa 100 mingdan 200 ming ikkovga. Ana shu gap. Ustozlik desak ham bo'ladi. Pirimiz Vali Qassobning o'g'illari Jobirjon ukamiz 200 ming so'm. Jobirjon otaxonimizning arvohi hamma farzandlarini, minglab shogirdlarni qo'llab-quvvatlasin. Omadingni bersin Jobirjon. Yaxshi kunlarga uchrashish o'ta
berish iloyim Xudoyim taolo nasib qilgan bo'lsin. Hurmating uchun katta rahmat Jobirjon. Va 3-chi tovoq. Kekini davraga. Sen 3-chi tovoqqa. Osiyo chempioni. Bitta qarsak bo'lsin. Kurash halollab bo'lishsin. Polvonjon Oxun bobo jamoa xo'jaligidan Abdujalil ustozimizning qishlog'idan yurtidan ikkalasining omadini bersin. Olishing polvon. Bitta qarsak bo'lsin. Agar polvonlar yaxshi tomosha bersa, sovriniga sovrin qo'shaman. Mana shu 3-chi tovoqlarga kech qolib polvonlar kelib olishaman desa, bularni ham qo'shib yuboramiz deyapti Yuriyazovlar. Birinchi tovoq hamga. Farhod Temirov studiyasi, Azamat bloger. Video yaxshi, Simonga bo'lsin, xatoligini men o'zim ko'rib keyin bo'lib beraman. Va yuborib olish polvon, qarsak bo'lsin polvonlarimizga. Tabak ko'targanmi, ko'tarilmaganmi? Mana shu Mirjalol shu ukamizning xotirasiga Mirshod qo'ygan 300 ming so'm tabak tashaman, kim bo'lsa mayli. Mirjalolning xotirasiga. Maqsud qo'ygan, Maqsud qassob. Polvonjon, o'ting nima? Dostonga talabgor bormi? Ikkinchi tovaga manichi. Davraga kelgan menejerjon. Doston. Dek tomondan bo'lsa kerak, barada. Xalatingni kiyibki. Men ularga uzun hakamlik qilaman menejer bilan Dostonga. Hurmatli kurash ishqibozlari, davrada o'tirgan barcha otaxonlar, akaxonlar, opa-singillarimiz, mana bugungi davramizga mana shu qishloqning farzandi, katta bir tadbirkor, boy badavlat yigit, Mulla Hosilning farzandi Akramjon janimiz $100 Nosir Qotosh Nosir bobosining xotirasiga sovrin qo'yibdi. Bitta qarsak bo'lsin Akramjonga. Akramjon, hamma vaqt seni Alloh panosiga asrasin. Ishingga omad, bobongning ruhi poklari sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Nima niyat qilib yurgan bo'lsang, Alloh taolo seni niyatingga yetkazsin. Shu farzandlaringning to'yiga
katta to'y berish, ana shunaqa kurash berish iloyim nasib. Gapirish menga nasib qilgan bo'lsin. Katta rahmat Akramjon. Qarsoq Akramjonga ana shunaqa qo'ylar ko'paysin. Saxiy qo'ylar ko'paysin. Polvona qatundagi salom. Halol, chiste brason. Ayni polvon. Halore, mana men bizdan qabullamay qunatsanni qadrini sargar bilurmagan. Просто bachani menga hech videoni qabul qilmaydi. Qarzak bo'lsa shu yigitga. Otasiga rahmat shu yigitning. Hurmatli o'rtoqlar, Shamsiya aka nomidan 200 ming so'm bitta qarsak. Polvon omadingni bersin. Mana ko'rang. Xurshid. Shamsiya aka sizga ishlaringizga omad, baraka. Qizimizga talabgor bormi? Dekdavonlik doston bilan Urfanning o'tganligida mana cher diyor. Ana yana 100 ming qo'shildi, 200 ming bo'ldi. Bir qarzak bo'lsin, otasiga rahmat shu mahallalik yigitlarimizga. Ularni hey! Akmal. Mana shu jamoa xo'jaligidan jahon chempioni Manicher Polvon, Xayriy Polvon o'g'li bitta qarzak bo'lsin Manicher Polvonga. Ikkalasini ham iloyim omadini bersin. Ayib Polvonga talabgor bormi? Soyib bormi? Hey! Agar shu qizimizga talabgor bo'lmasa, aylanib kel sovrinni berib yubor. Shu qizimizga bitta qarsak bo'lsin, sotini bering shunga. Qarsak. To'xta. Ovoz. Yaxshi bitta sovrin bering shu qizimizga. Demechkasi ulavot. Demaydi. Samarqand bilan o'tdim. Ey, Mirjalolning xotirasiga yana 100 ming, 400 ming bo'ldi. Tabaq tashagan edi Mirjalolning xotirasiga. Kim ko'tardi sherga Mirjalolni tashagan edi? Doston degan arohi qo'llab-qo'llasin. Ha, ana shu bacha ko'targan edi 400 ming bo'ldi. To'qanglar bitta gapiringlar. Tabaq chekmaydi. Unga mumkin emas. Bosh tabaq bo'lsa, bosh tabaqda. Tabaq bo'lsa mumkin emas. Tabaq bo'lishdagi-ku. Ha, tabaq bo'lishi. Qaytadan pizza. Manicherning nomiga To'yg'unjon ukamiz shu qishloqning farzandi 200 ming so'm qo'shdi. Bitta qarzak bo'lsin To'yg'unjonga. Manicher notiga bu.
Hop. Abos. Mirjalolning xotirasiga olib kelgan qani bacha. Ana, bro. Oy, Ozodjonning iloyim yotgan joyi jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Mana shuning xotirasiga Said polvonning o'g'li 100 ming so'm sovrin qo'ydi. Iloyim Ozodjonning ruhi poklari sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Katta rahmat. Ozoddagi ana bu Kani? Ova! Manicher migrant, tamshi to'g'ri migrant manicher. Shunday ko'rashaba. To'g'ri dagi priyomarini qilib. Manicher. Olishing polvon. Hozirgi menejerning priyomiga Cho'qiriladi. Sanjar Katib, Firuz Degdavon. Bularda belbog' yo'q. Halor pokza yiqitsa yiqitadi, yiqitmasa ikkoviga 100 dan beramiz, sarkani qoldiramiz bu yilga. Bu ana shu narsani o'ylab ko'rsin. Chunki bular finaliga chiqqan. Firuz Kantu. Yakun tabaq tayyor shavad. Meroz g'olib Firuz. Dehqon Kantu va Xotiri Mirjalolning mondagi tabaq bor. Dehqon biyo. Kebacha. Xurshid Kanishmaka. Hambacho biz. Yana bitta olish. Bildimi? Bitta qarsak bo'lsa shu yigitga. Hurmatli o'rtoqlar, endi xalqqa aytib shu bo'lsin-a. Taqatlik bo'lsin. Polvon, polvon aytibdi-ki, men uxlagan edim deyapti. Endi olishasan. Yana 200 qo'shaman. Kechirasizlar, polvon Bolli Barbekda. Polvon aytibdi, men Bolli Barbek deyapti. Bular qo'la yo'q dedi. Taqarsak bo'lsa polvonga.
Dilshodjon. Endi bu polvon 70 kilo. Bu polvon 110 kilo.